Bizda sizlar uchun zo'r yangilik. Sababi hamma kutayotgan A10 va D19 modellarimizga buyurtma olishni boshladik. A10 modelimizni ko'rib turgan ranglaringlar barchasi bizda bo'ladi. Salon va kuzov ranglarini tanlasanglar bo'ladi. A10 modelimizni 404 km masofani bosib o'tadigan chisi elektr variantining narxi 240 million, xuddi shuni 505 km masofani bosib o'tadigan narxi 250 million so'm chiqyapti. Bu hali oxirgi narx emas, bundan ozgina ko'tarilishi ham yoki tushishi ham mumkin. Shuning uchun biz sizlardan hozirda faqatgina $100 zaklad olamiz va mashinani bron qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mashina kelgandan keyin bemalol ko'rasizlar, mashinani tekshirasizlar va narxlari bo'yicha yana batafsil gaplashsak bo'ladi. Keyin mashina sizlarga yoqganidan keyin to'liq to'lovini qilib olsanglar bo'ladi. Agarda mashina yoqmay qolsa yoki qanaqadir sabablarga ko'ra mashinani xarid qilmay qoladigan bo'lsanglar, shunaqana zakladinglarni qaytarib beramiz. Undan muammo joyi bo'lmaydi. D19 ham xuddi shu ranglari bizda mavjud bo'ladi. Buni ham bemalol tanlasanglar bo'ladi. Va narxiga keladigan bo'lsak, 500 km masofani bosib o'tadigan gibrid variant hisoblanadi. Ya'ni gibridni tokida 500 km yuradi. Narxi 636 million primerni baholanyapti. Bu ham xuddi shunaqa ozgina ko'tarilishi ham yoki tushishi ham mumkin. Bunga ham xuddi shunaqa $100 gana zaklad olamiz. Sizlarni Leapmotor Olmazor filialida kutib qolamiz. Agarda ushbu avtomobillarimiz sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, yana ham batafsil ma'lumot beramiz. Manzilimiz hamma biladigan Rivera, ya'ni Telebashning tomonda. Shundoqgina Riverani yo'lida ketganinglarda, adashmasam ikkita svetofordan keyin shundoqgina o'ng qo'lda Leapmotor Olmazor avtosaloni chiqadi. O'zi katta qilib yozib qo'yilgan. Bemalol ushbu avtosalonimizga tashrif buyurib, yana qolgan barcha Leapmotor avtomobillarini o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib, xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlarni Leapmotor Olmazor filialida kutib qolamiz.